Qalb kaliti. Hayotxon Qurbonova. Menligingni yenga ol. Rohila o'z hayotidagi nohaqliklardan, adolatsizliklardan juda charchadi. Qay uchga qo'l urmasin oxiriga yetmaydi. Namozda besabr, qalb savollariga javob yo'q. Shukurdan ko'ngilda halovat topilmayapti. U tez nohaqlikka duch kelar, hayotdan charchagandi. Chunki qalbiga tushkunlik to'lgan, unga madad qo'lini cho'zib yorug'likka chiqarguvchilar yo'q. Tushkunlik nolishga, nolish esa o'z taqdiriga qarshi isyonga aylanib, joniga qasd qilish rejasini tuza boshladi. Xat yozib, barcha bilan vidolashdi. Pishiq arqon topib, omborxonaga berkitib qo'ydi-da, rejasini amalga oshirish uchun payt poylaydi. Bir kecha hamma uyquga ketishini kutib, ko'zi ilinibdi. Tushida o'zini osib qo'ygan emish. Yaqinlari dodu faryod bilan uni joyiga qo'yishibdi. Farishtalar Rohilaning ruhini osmonga ko'tarib chiqib ketishibdi. G'oyat ulug'vor marvarid rang qasr nurdan emish. Nurga boqib ko'z qamasharmish. Farishtalar unga Haq taolo nuri bilan gaplash debdilar. Rohilaning ruhi isyonkor alam bilan nurga yuzlanibdi. Ey qodir egam, ne gunohim bor ediki, meni shuncha qiynading. Nahot menga qolganda yaxshilik ham, boylik ham, baxt ham tugab qolgan bo'lsa, umr bo'yi azobda yashadim. Nahot yordam berish mumkin bo'lmadi? Nurdan sado kelibdi. Ey banda, sen ham boshqalarni singari xato qilmoqdasan. Men bandamga boylikni uni suyganimdan yoki yomon ko'rganimdan emas, boy bo'lganida shukr, kambag'allikda sabr qilarmikan deb beraman. Sizlar esa buni sitam, qiyinchilik, jazo deb qabul qilasizlar. Sen boylikni mukofot bilsang, mening nazdimda bu katta sinov. Chunki sinov bandalarni sabrga o'rgatish yo'li bo'ladi. Senga ko'p narsa berdim, ammo rahmat aytishni bilmading. Berganlarimning qadriga yetmading. Vujuding sog', ko'zlaring ko'radi, binoydek umr yo'ldoshing, gulday farzandlaring, uy-joying bor. Rizqingni terib berguvchi hunaring, do'stu dugonalaring bor. Nega noshukrlik qilasan? Odam o'ldirma dedim. Odamlar dilini o'ldirishni o'rganding. O'g'irlik qilma dedim. Sen cho'ntak kesmay, birovlarni tunamay o'g'ri bo'lding. Kimda nima ko'rsang, menda ham bor bo'lsaydi deya niyat qilishga odatlanding. Kechirimli bo'l dedim. Sen esa qilar ishni qilding-yu, yana meni xafa qilishdi deding. Kechirim so'rashni esa xayolingga ham keltirmading. Mehr ulash dedim. Mehr olding-yu, ammo mehr bermading. Shukr qil dedim. Tilingda shukr, dilingda esa isyon. Barcha ko'rguliklarni Xudodan deb bilaverasan. G'iybat qilma dedim. Tinimsiz, hatto o'z yaqinlaringni ham g'iybat qilaverding. Bergan kunimga shukr qilmay, o'zini o'zi o'ldirgan senmi aybdor yoki men? Rohilaning ruhi qilmishlaridan pushaymon bo'la boshladi. U boshini egib turarkan, Qodir Alloh nuridan yana sado keldi. Ey Rohila, bandam, endi tili boshqa, dili boshqa holda o'qigan namozlaring menga ham, o'zingga ham kerak emasligini anglayotgandirsan. Pok niyat ila amalga aylansagina ibodatdir. Qilgan ishi kofirona. Ibodatigina emas, islomiy bandalar halokatga, ya'ni yo'qlikka mahkum. Hayoting, qilayotgan ishlaring pok, namozing chin dildan, ixlos bilan o'qilsagina, ana shundagina men mo'minman deya olasan. Osmon uzra chaqmoq chaqdi. Rohila cho'chib uyg'ondi. Ko'rganlari tush ekanligiga shukr qilib, umrida ilk bora sidqi dildan poklanishga qo'zg'oldi va hayotida birinchi marta shukr qilib yig'lab namoz o'qidi. Bu shodlik yig'isi edi. Rohila yaratgan egasiga uning mehriga shukr qilib sajda qildi. Rohilaning ko'zlari yorug' olamga mehr, shukr, quvonch bilan boqar. Qalbida esa shu kun uchun, o'zini tanib yashash imkoniyatini berayotgan kun uchun shukr bor edi. 2003-yil. Marhabo Sobichanovna.